Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalari kursimizni o'suvchi, ulg'ayuvchi aziz g'oliblari. Mana bugun Shukronalik mo'jizalar kursimizni 3-darsiga ham yetib keldik. Maqsadlaringizni yozdingizmi? Sehrli kuch toshidan foydalanishni boshladingizmi? Bugungi kun uchun 10 ta minnatdorchilik yozishni unutmadingizmi? Ana endi hayotimizdagi munosabatlarni sehrli kuch orqali o'zgartirish mo'jizalari haqida gaplashamiz. Siz o'zingizni yer yuzidagi yagona inson deb o'ylang. Sizda biron bir ezgu ish bajarishingizga istak paydo bo'lsin. Agar uni hech kim ko'rmasa, rasm chizishning nima keragi bor? Musiqa eshitadigan inson bo'lmasa, uni yozganda nima ma'no bor? Agar hech kim foydalanmasa, ixtirolar qilishning nima keragi bor? Agar siz boshqa joyda hozirgi ahvolda qolsangiz, ko'chib yurishdan nima foyda bor? U yerda ham huzur, farog'at, hayot quvonchi bo'lmaydi. Boshqa odamlar bilan muloqot, muomala hayotga mazmun, maqsad va xursandchilik bag'ishlaydi. Shuning uchun sizning munosabatlaringiz hayotingizga boshqa hamma narsadan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. Siz orzu qilgan hayotingizga erishish uchun munosabatlaringiz hayotingizga hozirning o'zida ta'sir ko'rsatayotganligini anglashingiz juda muhim ahamiyatga ega. Ular hayotingizni mo'jizaviy ravishda o'zgartiruvchi qudratli kuchdir. Bugungi fan o'tmishdagi buyuk donishmandlar donoligini tasdiqlaydi. Ilmiy tadqiqotlar shukronalik keltiradigan oila va do'stlari bilan qalin munosabatda bo'lishni, hurmat qozonishini ko'rsatadi. Ammo tadqiqotlarning ajoyib statistikasi bir odamning boshqa odam ustidan fikran yoki og'zaki shikoyat qilishi, keyin uning munosabatlari ravnaq topishi uchun 10 marta shukronalikni keltirish kerak degan fikrda. Agar bir shikoyatga 10 ta minnatdorchilik aytilmasa, munosabatlar yaxshilanmaydi. Agar munosabatlar nikoh bo'lsa, ko'proq nikohning tugashi bilan yakunlanishi mumkin. Minnatdorchilik munosabatlari nafaqat ravnaq toptiradi. Agar u istagan munosabatlar uchun o'z minnatdorchiligingizni ko'paytirsangiz, baxt va yaxshi narsalarni sehrli kuch ta'sirida shuncha ko'p olasiz. Munosabatlar uchun minnatdorchilik nafaqat munosabatlarni o'zgartiradi, sizni ham o'zgartiradi. Sizning temperamentingiz qanday bo'lishi muhim emas. Minnatdorchilik ko'proq sabr-toqat, fahmlash, rahmdillik, mehribonlik beradi va sizni shu darajada ko'kka ko'taradiki, hatto siz o'zingiz tanimaysiz. Munosabatlardagi g'azablanish va shikoyatlar, agar siz boshqa odamlardan samimiy minnatdor bo'lsangiz, yo'qoladi. Siz unda hech narsani o'zgartirishni istamaysiz. Siz tanqid, shikoyat qilmaysiz yoki ayblamaysiz. Chunki yaxshi narsalarga minnatdorchilik juda ham baland bo'lsa, yaxshi narsalarga minnatdorchilik bilan juda ham band bo'lib qolasiz. Haqiqatdan ham hatto shikoyat qilish mumkin bo'lgan narsalarni ko'rmay qolasiz. Qimmatli narsalarni o'zimizning yuragimiz bilan anglaganimizda biz tirikmiz deyishimiz mumkin. Tariton Weller, yozuvchi, dramaturg. So'zlar juda qudratli.
Shuning uchun odamning ustidan shikoyat qilayotganingizda aslida o'zingizga zarar keltirasiz. Siz qiynalasiz. Tortishish qonuniga binoan boshqa odamlar haqida gapirgan va o'ylagan narsalaringiz o'zingizga tortiladi. Buyuk donishmand va ustozlar shuning uchun minnatdor bo'l deyishgan. Ular bu hayotda o'sish uchun boshqalardan ko'proq minnatdor bo'lish kerakligini bilishgan. Agar atrofingizdagi har bir odam men seni xuddi sen meni yaxshi ko'rganingdek seni yaxshi ko'raman desa, siz o'zingizni qanday his qilardingiz? Bugun sehrli kuch amaliyoti quyidagida namoyon bo'ladi. Siz odamlarga xuddi o'zingiz kabi minnatdor bo'lishingizdir. Hattoki hozir sizning munosabatlaringiz yaxshi bo'lsa ham, yaxshi bo'lmasa ham, bu amaliyot tufayli u o'z ajoyibligini ko'paytiradi. Siz biror odam va u haqidagi minnatdorlik uchun sabab topsangiz, bu minnatdorlik sehrli kuch bilan o'ziga tortadi. Sizning munosabatlaringiz mustahkamlanishi, to'laqonliroq bo'lishini ta'minlaydi. Shukronalik yaxshi. Yaqinlaringiz bilan 3 ta munosabatni tanlang. Shukronalikni yaxshilash uchun. Masalan, xotiningiz yoki do'stingiz, sherigingiz yoki singlingizni tanlang. Eng yaxshi do'stingiz, buvingiz va amakingizni tanlang. Uning rasmini oling va suratiga birga tushgan bo'lishingiz yoki yolg'iz bo'lishi ham mumkin u surat. Siz 3 ta munosabatni va suratlarni tanlab olganingizdan so'ng sehrli kuchga tayyor bo'lasiz. O'tiring va siz o'sha odamdan nima uchun ko'proq minnatdor ekanligingiz haqida o'ylang. U nimasi bilan sizga ko'proq yoqadi? Uning qanday yaxshi jihatlari bor? Siz ulardan bardoshi, eshitishni bilishi, qobiliyatli va kuchli, sog'lom fikri, donoligi, kulgisi, ko'zlari yoki mehrli qalbi uchun minnatdor bo'lishingiz mumkin. U bilan birgalikda bajargan ishingiz yoki u kishi siz haqingizda hamkorlik qilgani haqida eslang va shuning uchun minnatdor bo'ling. Siz nima uchun o'sha odamdan minnatdorligingiz haqida biroz vaqt o'ylaganingizdan so'ng uning suratini o'z oldingizga qo'ying. Ruchka va bloknotni oling yoki kompyuterga juda shukronalik keltirgan 5 ta narsani yozing. 5 ta narsadan iborat ro'yxatni tuzishni boshlang. U insonning suratiga qarang va bir gapni, sehrli kuch so'zini boshlang. Minnatdorman. Odamning ismini, so'ng nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Shukronalik keltiraman ismi uchun. Masalan, Madina, meni doim kulishga majbur qilganliging uchun shukronalik keltiraman. Onamga meni kollejda quvvatlaganing uchun shukronalik keltiraman. Har bir odam uchun 5 ta narsadan iborat ro'yxatni tugatganingizdan so'ng sehrli kuch amaliyotini shunday boshlang. Suratlarni oling va ularni ko'proq ko'rinadigan joyga qo'ying. Odamdan minnatdor bo'lganingizda sehrli kuch so'zlarni ayting. Sendan minnatdorman va odamning ismini ayting. Undan minnatdorman deng.
Agar siz ko'p safarda bo'lsangiz, suratni o'zingiz bilan cho'ntagingiz yoki sumkangizda olib yuring. Unga kunida kamida 3 marta qarashni unutmang. O'sha amaliyotni qaytaramiz. Ismi bilan aytib minnatdorlik bildiramiz. Hozir siz sehrli kuchlardan o'zingizning munosabatlaringizni sehrli kuchga aylantirish uchun qanday foydalanishni bilasiz. Berilgan vazifa maqsad bo'lmasa, ushbu siz amaliyotni munosabatlaringiz sehrli kuchga aylantirish uchun har kuni foydalaning. 3-chi sehrli kuch amaliyoti. Sehrli kuch munosabatlari. Sehrli kuch amaliyotining 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning shukronalingiz hisoboti. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Va nima uchun minnatdor ekanligingizni sababi bilan yozing. Ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman. Shukronalik keltiraman. Shukronalik keltiraman deng. Va imkoni boricha minnatdorlikni his qiling. Yaqinlaringiz bilan 3 ta munosabatni tanlab, har birini suratini toping. Suratlarni ro'parangizga qo'ying va bu odamdan nima uchun minnatdorligingizni 5 ta sababini daftar yoki kompyuteringizga yozing. Har bir gapni sehrli kuch so'zi shukronalik keltiraman dan boshlang va o'sha insondan nima uchun minnatdorligingizni yozing. Bu 3 ta suratni o'zingiz bilan olib yuring yoki ko'proq ko'radigan joyga ilib qo'ying. Suratni kamida 3 marta kuniga olib qarang. Bu odamdan sehrli kuch so'zlari shukronalik keltiraman so'zi bilan minnatdorlik bildiring suratiga qarab va ismini ayting. Uxlashingizdan avval sehrli kuch toshini qo'lingizga oling va sehrli kuch minnatdorman so'zini kun davomidagi eng yaxshi narsalar uchun ayting. Bugungi sehrli kuch amaliyotimiz mana shulardan iboratdir. Har bir vazifalarni o'z vaqtida bajarish hayotingizga siz kutmagan mo'jizalarni olib kiradi. Shuning uchun diqqat bilan har bir vazifani vaqtida bajarishingizni so'rab qolaman. Hammaga omad.